kartada yutib chiqqandan keyin Amerikaga borib yashash shart. Ko'pchilikda shunaqa tasavvur bor ekanki, green karta yutgandan keyin Amerikaga borib o'sha yerda qora ish qilib yashash kerak. Men unaqa qilmayman, O'zbekistonda o'zi ishim yaxshi deyish mumkin. Yokida ba'zi bir oilalarda turmushga chiqmagan qizlarga green karta chiqsa, biz Amerikaga jo'natmaymiz deyishadi. Aslida green karta Amerikada doimiy yashash huquqini beradigan hujjat. Siz green kartangizni to'g'ri oformit qilganingizdan keyin Amerika Qo'shma Shtatlariga vaqtinchalik viza bilan chiqib, green kartangizni oformit qilib, bemalol O'zbekistonga kelib, hayotingizni davom ettiraversangiz bo'ladi. Bir yilda bir marta kirdi chiqdi qilib qo'yilsa, bas green karta kuyib ketmaydi. Lekin qo'lingizda turgan green karta sizga dunyo bo'yicha deyarli barcha mamlakatlarning eshigini ochib beradi. U davlatlarga viza olishni soddalashtirib beradi va bundan tashqari Amerika Qo'shma Shtatlarida doimiy yashash va ishlash huquqini beradi. Va Amerika vuzlariga agar studentlar topshiradigan bo'lsa, bemalol Amerika fuqarolaridagi grant olishi mumkin. Bundan tashqari xabaringiz bor, 2025-yilda Donald Tramp, Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi prezidenti, $5 million gold karta haqida ma'lumot berdi. Bugungi kunda green karta yutgan insonning qo'lida turgan, ya'ni olishi mumkin bo'lgan hujjat mana shu gold karta bilan bir xil. Ya'ni sizning qo'lingizda $5 million ga teng bo'lgan hujjat turibdi. Shuning uchun uni bekorga zoye ketkazish kerak emas, balki har qanaqa holatda ham oformit qilib qo'yib, kelajak uchun ishlatishga bo'lsa ham olib qo'yish kerak.